Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Буду объяснять на двух языках параллельно. Сегодняшняя наша тема — буква Джим. Это как в русском языке джем. Джем. Звонкая согласная буква. Джем. O'zbek tilida ham J degan harf bor-ku. O'sha harf J emas, J. Shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi в начале слова so'zni boshida kelishi. To'rtburchak kletkani olsak, o'rtasiga, bir chekkasini o'rtasiga nuqta qo'yamiz, shlyapa qilamiz, qaytamiz. Перевернутая цифра 1. В середине слова. Demak, so'zni o'rtasida kelishi, ko'rinishi Xitoy tomiga o'xshataman, Xitoydagi oldingi. Mana. В конце слова. So'zni oxirida kelishi. Kecha qiya qilib yozamiz, yarim kletkaga yetganda to'xtab, xuddi shu mana o'rtada kelgan holatida shapkani ustiga qo'yamiz va qaytamiz, nuqtani qo'yamiz. Bo'ldi. Buni ko'proq mashq qilsanglar, shunda o'xshaydi. Shapka qilamiz, pastga tushamiz, nuqta qo'yamiz. Jicha pastga chiziq tortamiz. Волнистый qilib olib boramiz. 1,5 kletkani egallaydi. So'zni o'rtasida kelishi ham qo'lini qilamiz. Bitta kletkani o'rtasiga yetib keldik. Ustiga shapkasini qo'ndiramiz. Bu yoqqa qo'lni uzatib beramiz. O'rtaga, pastiga nuqtani qo'yamiz. Qalamda yozib mashq qilsanglar, со временем o'rganib olasizlar. Buning uchun ko'proq mashq qilib qo'lda o'rgatish kerak. Oxirida kelishi buyoqqa. Shu yerga ahamiyat beringlar, yumaloq bo'lib tushsin. Bu yog'iga треугольник, uchlilar hosil bo'lmasin, plavniy bo'lsin. Tekis ravon bo'lsin. O'zini alohida ko'rinishi, shapka, pastga tushamiz va yumaloq shakl, yarim doira deymizmi, shunaqa holatda. Endi boshida, o'rtada kelishlarni hammasini qo'shib yozsak, shunday holat bo'ladi. Mana. Shu harflar jim harflar.